Quyida geometrik misolni ko'rib ketamiz. Trapeziya asoslari 6 va 16 deyapti. Trapeziyani chizib olaylik. Bizda qandaydir trapeziya bor. ABCD trapeziya asoslari 6 va 16. 6 va 16. Asosiga parallel to'g'ri chiziq o'tkazilgan. Demak, asosidan boshlab 3 nisbatda 3s ga 2s nisbatda yuzasini bo'lgan. Bo'lsa, mana shu trapeziya ichidagi qismi yuzi uzunligini so'rayapti, x masofa. Xo'p, buni topish uchun biz mana bu C nuqtasidan AB ga parallel qilib kesma o'tkazamiz. Bu yerda parallelogram hosil bo'ladi chap qismida. Shuni mana bu qismi ham 6 ga teng, bu qismi ham 6 ga teng. Mana bu masofa x - 6 va 10 bo'lib qoladi. Xo'p, endi agarda biz bu yerda balandlik tushiradigan bo'lsak, keling balandlikni bu tarafdan tushira qolaylik. Balandlik tushiradigan bo'lsak, bu ham trapeziya balandligi, ham uchburchaklarning balandligi bo'lib qoladi. Bu qismi h1 bo'la qolsin. To'liq balandlik esa mana balandlik esa katta h bo'la qolsin. Ana endi yechishni boshladik. Xo'sh, o'z umumiy 5s trapeziya yuzi barobar 16 plus 6 taqsim 2 ko'paytiruv katta balandlik. Mana bu yerdagi 2s trapeziya yuzi esa 2s barobar x plus 6 taqsim 2 ko'paytiruv balandligini h1 desak bo'ladi. Bu yerda nisbat oladigan bo'lsak, s'lar 2lar qisqaradi. 5 taqsim 2 teng 22 taqsim x plus 6 ko'paytiruv katta h ning h1 masofaga nisbati. Endi uchburchaklar o'xshashligidan katta h ning kichik h ga nisbati asoslar nisbatiga teng, 10 ning x - 6 ga nisbatiga teng. Demak, 5 taqsim 2 teng 22 taqsim x plus 6 10 taqsim x - 6 ga teng. Mana shu tenglamani yechsak kelib chiqadi. Demak, 440 teng 5 kara x kvadrat minus 36. Ular qisqarsa 88. X kvadrat teng 124, x teng 231 ekan. Demak, o'sha masofa topildi bizda. 231 ligi. Shunga o'xshash misollarni yechimini o'rganish kerak bo'lsa, bizni Telegram kanaliga a'zo bo'ling. Telegram kanal matematika 1997.